Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, quyidagi misol masalasiga oson ishlash usulini tushuntiraman. Xo'p, bu misol ishlashda biz birinchi navbatda ahamiyat beramiz. To'g'ridan to'g'ri 100 faktorial hisoblash bizga qiyinlik qiladi. Demak, 100 faktorial o'zi turaveradi bizda. 100 faktorial ko'paytiruv va har bitta qavs ichini soddalashtirib chiqadigan bo'lsak, ya'ni birinchi qavs soddalashtirsak, 4 dan 3 ayirsak 1 taqsim, mana 1 taqsim 3 ko'paytiruv 4 hosil bo'ladi. Va ikkinchi qavsimizni hisoblasak 1 taqsimda 5 kere 6. Ko'paytiruv va keyingi qavsni soddalashtirsak 7 kere 8. Qo'shish holati 1 taqsimda 99 ko'paytiruv 100 soni hosil bo'ladi. Demak, bu kasrimiz, ya'ni bu ifodani suratiga qarasak hammasi 1. 1 istalgancha ko'paytirsak, baribir javobimiz 1 hosil bo'ladi. Va biz buni 100 faktorial ko'paytirsak, suratimizda 1 dan boshlab to 100 gacha ko'paytma hosil bo'ladi. Ha, endi mahrajimizni hisoblasak, mahrajimizda esa 3, 4, 5, 6 to 100 gacha ko'paytma. Suratda 1 dan 100 gacha ko'paytma, ya'ni 100 faktorial, mahrajda esa 3 dan boshlab 100 gacha ko'paytma. Va bundan ko'rinib turibdiki bizda 3 dan boshlab bu yoqqacha bo'lgan ko'paytmamiz hammasi qisqarib ketadi. Ya'ni bizda oddiy 1 kere 2 javob 2. Berilgan misolimizda javob 2 ga teng bo'ladi.